bu paytda fursat pishib yetildi deb Jalodiva ömürde xonishni ko'rib baxmagan lashkarlarni chaqirib xonishni o'ltirib etmoqchi bo'ladi. Dongliq qilishvoz Katabba bo'lsa, qilishni tashlab qo'yib, eshikdan birini qo'mirib elib, odam kelsa qo'rqmayman yapir, chunki badu menda fangdawmir deb dushmanlarni vaqtincha to'sab qoladi. Odatda bir jini bilan yuzga tetiydigan Katabba rejissorning o'rinlashtirishi bilan podshoning bo'sh bir tepshig'i yetib berdi. Xonish bo'lsa, qizim, siz tug'utdini yangi qopdingiz. 40 kungacha ish yeriga bormay chim yiting. Men tövanga dekkila chib chiqayjimi? Debla Disha Tungdav bilan qichib ketdi. Karvonxonaga ko'yib yurgan Baladiva, "Bahobali, sen uchun onamdan kechalmidi. Men bu masalani osonla hal qilaman. Buningdan keyin qinapining dardini tatmaysan" deb o'z onasini o'xya bilan yo'lga sep qo'ydi. Suvga tushib ketgan Balako'zxon amaliyotda o'lmagan edi. U o'zini qurbon qilish badaliga Bahobalining o'g'li Mahitra Bahobali yana hozirgi Shivaning jinini saqlab qoladi. Dadasini o'ltirib bu gaplarni qilchimi xijil bo'lmay Shivaga deb berayotgan Katabba, "Men qiyirdim. Qo'lingdan kelganini qil. Dadangmo xo'rk yo'g'an bir nima deydi." Bu gaplarni anglagan Shiva onasining yiniga yugurib keladi. "Hey, ona, dadamning yo'g'an, dadamning xo'rigini yo'g'an deydi-ku. Ha? Nerede qaldinglar? Necha yildan yoqi fuarday deb qo'ysanglar bo'lmamdi meni. Tag'am degan bir nimani qovurg'ini ushlab etmaydigan bo'lsam, bu gaplarni anglagan xalqlar taraf-tarafdan yig'ilishib ketadi. Nima bo'pti? Nima bo'pti? Mobalni podsho bo'lgan deydi-ku. O silvalaylijimi, silvag'inimiz qoladi. Ammo g'azab yarishibdi-jimi mobal. İçilib ketibdi ama bidir. Ve men bayatın sılanmay kaldım. Ve men şu sılanmay kaldım. Hey jigitler, bu tehi başlanış. Xandallahını bir kolumuzga alayli, ni yo'g'on narsalar baslaydigan. Oligey! 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 Bu chaqda yana bir tarafda bo'lsa, podsho Baladiva zodi qandoq zanjir taqiganda haqiqiy hip-hop bo'la oladiganligi to'g'riliq bosh qotirib Mavo bekpayzi zanjirdi. Lekin taqib olsam sal jo'nye ko'rinmay qolamanki. Hey, lekin bekpayzi umraqdimda. Haqiqiy Robning ro'yi zodi zanjirdimu, qopiyadimu. Ajab beshim qotdi. Hocam, Katabba bir top gangstarlarni boshlab siz bilan birga bir battle qilma deydi. Tez qilamdik-a? Bu chaqda podsho o'zining bobejingsini ishqa silib, yiroqdagi ahvolni kuzatib boqmoqchi bo'ladi. Hamda yiroqdan so'ngrin tov qilg'ini kelgan Sharvonxonni ko'rib qoladi. Ammo kirim qilmagan satang bir cho'kan kelyapti dojima. Olam, nima bo'ldi? Gaqila. Tercho'kamika? Tercho'kamika? To'xta, men ko'ray. Men amroq. Nerede ki Qiyircho'kan u? Bahobali ekan bu. Bu chaqda Sharvonxon qarindoshlar jam bo'lsa deyman degan naqshini to'lab, Baladivaning bolasining bir qismini qaytirib berdi. G'iriblikda qolmasa ona, yolg'izlikda qolmasa dada, qilsa bola burchini ota. Qarindoshlar jam bo'lsa deyman. Özeldim birga bir chiqishdan qo'rqmaydigan bu podsho qo'shin boshlab o'zining omroq kombayinsini haydab yo'lni jiroq ko'may Sharvonxonning yiniga keldi va Sharvonxon bilan ishkirlab paranglish uchun mehmon do'stlarcha put qo'lni bog'lab o'zining o'rtasiga kirib ketdi. Botir Shiva onasini qutqizish uchun podshoga o'xya otdi. Lekin keyinu tex tugmadi-da. Shunga podsho undaq oson o'lmaydi. Hamda kapla qilib o'xyoni tutib oladi. Ey Baladiva, oldin qitim o'xyoni bundaq tutib olgan odamning oqibati yaxshi bo'lmagan-jimi? Nimala bo'lmas diqqat qil. Baladiva Shivani to'sib olish uchun lashkarlarni o'xyo etishga qo'ydi. Davomini ko'makchi bo'lsangiz pano saloniga kiring. Salon nomi boshpatti yizig'liq. Bir qo'y to'lab ko'ramishdi. Qovg'amni egib. Tfi!